Xorvatiyalik Franishelak jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, dunyodagi eng omadli inson hisoblanadi. Shelakning o'zi ta'kidlashi bo'yicha, u 7 marta o'limdan qutulib qolgan. Birinchi marta 1962-yilda u ketayotgan poyezd o'z relsidan chiqib ketadi va muz bilan qoplangan suvga qulab tushadi. 17 ta odam voqea joyida halok bo'ladi. Shelakning bo'lsa faqatgina qo'li sinadi xolos. 1963-yilda Shelak uchayotgan samolyotning eshigi ochilib ketadi. Shelak samolyotdan bug'doy poliziga qulab tushadi va bir necha joydan jarohatlanadi. Samolyotning qulashi natijasida 19 ta odam halok bo'ladi. 1966-yilda Shelak ketayotgan avtobus suvga qulab tushadi. Shelak kuchli shok holatida suvdan suzib chiqadi. 4 ta odam voqea joyida halok bo'ladi. 1970-yilda Shelak o'z mashinasida ketayotganda mashina birdan yonib ketadi. U mashina portlashiga bir necha soniya qolganda tashqariga sakrashga ulguradi. 1973-yilda Shelak mashinasini tuzatayotganda benzin nasosini nososligi dvigatelning yonib ketishiga olib keladi. Shelakka ziyon yetmaydi. 1995-yilda Shelakni avtobus urib yuboradi. U bu yerda ham yengil jarohatlar bilan cheklanadi. 1996-yilda Shelak tog'li hududda o'z mashinasida ketayotganda ro'parasidan katta gruzovik mashinasi chiqib qoladi. U rolni boshqa tarafga burganda mashinasi yo'ldagi to'siqlarni buzib pastga qulab tushadi. Oxirgi soniyalarda Shelak mashinadan sakrab daraxtni ushlab qolishga muvaffaq bo'ladi. 2003-yilda bo'lsa, Shelak umrida 40 yildan beri birinchi bor 74 yoshida lotereya sotib oladi va $1 million yutib oladi.